Xullas, sport ketyapti bu yerda. Mana biza kelgan joyimizga Moychechakka keldik. Mana Moychechakdan hozir bu yerda Izzat, Qodir, Mahmud aka, Otabek aka hamma shu yerdamiz. Xullas, qurt taklif qilishyapti. Sen ushadi $100 bir minut. Hozir biza Moychechakda turibmiz. Qani kim yeb oladi, yo'maydi, sport ketyapti. Men yo'mayman. Aytdim yo'masligimni. Endi hozir ko'ramiz, kuzatamiz. Hozir ana obuna bo'ling deyaptilar. Mana shu sinimizni mana taklif qilibdilar. Ko'ramiz hozir benzinni, mashina. Sochlari bor ekan. Mana. U yevsa yesa bo'ladi. Xullas, hozir mana shunaqa sport ketyapti. Hammamiz turib bu yerda. Mana. Agar yutib olsak, mana bu o'yinchoqni ham berishar ekan. Tepadagi o'yinchoqlarni ham berishar ekan. Bosamizmi? Qani bitta. Xullas, Yo'q, suv yo'q. qo'ying. Yeb olib, podдержкаga o'tasiz. Aka ikkalangiz yeb qo'ysangiz, ikkalangizga $200 dan olib kelgan shopirga $100. Shopir ikkita mashina bo'lsa pulni ko'rishasiz. Olasiz so'm 6 million 200. Ha? 3 ketdi. Primoy yut. Voy tez. Abro. To'yibdi bu. xullas bizani kuzatayotganlar mana hozir shuncha balishga turibdi. Aytamiz. Hozir nima yeyishayotgan? Nimalar yegan? Hozir komilni ko'ryapsizlar. Yora yedi mana aka. Bo'lib qoldi. Ha, shunda to'g'riladi. Sana yedi. Aka, Sen qaraverma, bular chalg'itishyapti. Yuting Abror aka, bo'ling, soling. Ketdi. Hozir sport ketyapti. Yana bir marta eslataman, biz Moychechakdamiz. Qara, supi bormi? Suv bermaydi. Suv yo'qmi? Abror bos. Ketmaydi suvsiz bu. Qancha bir 1 litr suv bering. Vaqt tugadi. Uni vaqt tugabdi. Akam endi qoladi. Bahorgacha bilan. Qoladi endi. Как раз. Yeb qo'ydik, tamam. O'lamiz qoldik. Qo'yib qisam nima bo'ladi? So'raman. Aytishim. Yeyishini ko'rdingizmi qanaqa sekin? Olib qolingiz bespolezno. Bu o'zi maqsad qolish bo'lgan o'rtoqlar. Xullas zo'r, mana zo'r ketyapti. Xullas biz Moychechakda bemalol kelishinglar mumkin bo'ladi. Xullas hamma kuzatayotganlarga qaynoqqina salomlarni yo'llaymiz.